Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, tug'onlar, jigarlar, ta'mirlarim. Mana navbatdagi Qozog'iston hamda O'zbekiston nomerli avtobuslar sizlarning xizmatingizda kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlar ekranda. Hozirda avtobus ichki holatlarini sizlarga ko'rsatamiz. Havzangiz Avtobuslarimiz ideal holatda, komfortabel. Avtobuslarimiz ko'rishlar mumkin, avtobuslarimiz yotadi 15-20% gacha. Bemalol yotib, chiqanaqni chiqarib ketsak bo'laveradi. Mana ko'rishlar mumkin, bu yotgan holati. Bo'yim 1.78. Bemalol maza qilib ketsam bo'laveradi. Avtobusimizda har bir avtobusimizni zaryadniy ustroystvo, ayrim avtobuslarimiz sidinaning ostida, ayrim avtobuslarimizda esa sidinaning tepasida, ayrim avtobuslarimizda sidinaning ortki qismida joylashgan. Tepaga 5 kg, 10 kggacha bo'lgan rushnoylardan kelishlar mumkin. O'zingizlar bilan birga katta sumka 70-75 kggacha bemalol olib kelinglar, faqat gabariti katta bo'lmasin akalar ukalar. Keyin so'mka pul olinmaydi deyapmiz, lekin tamojniy rasxodni sizlar tushunmayapsizlar. Tamojniy rasxod Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'iston Respublikasiga kirayotganda so'mkalar tushirmaslik uchun rasxod qilasizlar. Ular o'zingizlar uchun. Agarda yo'q, tushirib o'tamiz desanglar, vaqtdan yutkazib qo'yishlar mumkin. Shuning uchun tamojniy rasxod aytilib boriladi. Bez dokumentdagi ukalarimizni iltimos qilardim, iloji boricha dokumentlarni yurishinglarni, chunki dokumentlarni yursanglar hech qanday rasxod qilmaysizlar. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Shuning uchun iloji boricha dokumentlarni yuringlar. Agarda bez dokumenti bo'lsanglar, iloji yo'q rasxod qilasizlar. Dokumentlarni inson siz uchun rasxod qilishga mumkin, nima deydi? Обязан emas. Keyin bizda Shimkentga, Turkistonga, Qizilo'rdaga hamda shunday qo'shni Qirg'iziston, Bishkek shahriga ham cheres Shimkent orqali ketsanglar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri reyslarimiz haftada 2 kun, chorshanba hamda shanba kunlari. Tug'onlar bemalol mekandoshlar sizlar ham ketsanglar bo'ladi. Jigarlar, o'zimiz O'zbekistondagi ukalarimiz ham kelishinglar mumkin. Har kuni reyslarimiz amalga oshiryapti. Batafsil ma'lumotlar ishonchli nomerlar.